to'xta deyapman senga. Shavvos to'xtamas ekansan-a. Assalomu alaykum. Ham tushmayoqqa. Xizmat otaxon. Yur. Shu yoqqami? Yur. O'tir. O'tir. Xo'sh. Mana ularni ko'ryapsanmi? Mana, ko'ryapsanmi? Yeb ko'r. Ko'ryapman. Ye. Xo'p. Mana shularning hammasi yerni saxovati. O'zing bundoq tanangga o'ylab ko'r. Bunaqangi jannat makon yer dunyoning boshqa biror joyda bormi? Shu saxovatli yerda odam och qolishi mumkinmi? Yo'q, albatta. Yo'q. Mana shu ketmolimni esimdan chiqarib qoldirsam, bahorda ko'karadi, kurtmak yozib gullaydi. Lekin och qolishi ham mumkin. Qachonki ahmoq, farosatsiz rahbarlarning buyrug'i bilan ish tutilsa, uzumlar kesiladi, bog'lar payhon bo'ladi, odamlar o'ladi, ochdan o'ladi. Tushundingmi? Bozorda meva palonsin. Kattalar hol so'rash o'rniga ko'cha changada o'tadi ketadi. Bechora xalq dardi ichida qolaveradi. Javob ber. Javob ber. Otaxon, siz meni kim deb o'ylayapsiz? Kim bo'larding, rahbarsan? Yo'q, men mehmonman. Farg'onaga boryapman, do'stlari to'yga aytgani. Ha? Nega rahbar deb o'ylayapman shu-ku? Otaxon. Sizni bu gaplaringizni albatta prezidentga aytaman. Ayt, sal talablarni tortib qo'ysin. Mana bu mevalarni bolalaringga olib boraman. Sizga salomat. Rahmat. Sog' bo'ling. Ko'rishguncha.